Assalomu alaykum, hurmatli guruhdagi kanalimiz a'zolari, YouTube a'zolari. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida filialimizga keldik. Xo'p. Bugun cheslo 14-oktyabr. Xo'p, bu yerda manzilimiz Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Kitob Samarqand kitob Sharsabz Pervandan kelayotganlar, Sharsabzdan o'tgandan keyin Yakkabog'ga xush kelibsiz yozuvidan 7 km yurganda, 7-6 km yurganda o'ng qo'lingizda Yusuf Moto keladi. Manzil so'raganlarga mana. Yana ham aniqroq Sharsabzdan Yakkabog' kelishda Mevazor yozuvi keladi. 50 znakda mana. Mevazor yozuvi 50 znak. Orqa tomonda Prezident maktabi bor. Chap tomonda Yusuf Moto. Hop, qiziqadiganlar akalar, narxlarimiz kelishtirib bomba narxlarda qilingan. Hop, mana bu traktorimiz hozir trendda bo'lgan AgriGlobe 180. AgriGlobe 180. Tomlar nima deyapti? AgriGlobe 180. Buni eng yaxshi tarafi ko'pchilik yana reklama qilib bering deyapti. Agar yaxshi tushuntira olmasak, ming bor uzr. Xo'p, bu AgriGlobe texnikamiz tom bonusga berilyapti. Narxi 30 million so'm. Mana shu tomni bonusga beriladi 30 million ichida. Bunda qo'shib beriladigan narsalar frezasi bo'ladi, 24 ta pichoqlik, 22 ta emas, 24 ta pichoq bo'ladi. Bu zavoddan kelgan, hech qanaqa sex emas. Orqa balonlar kengayadi. Orqa seplariga zashnisi bor. Nasosi orqada alohida jatka uchun nasos o'zida zavodskoy bo'lib kelgan. Mana alohida bu jatka qo'yaman desanglar bemalol ko'tarib turishga qo'yiladigan narsa. Nasos. Xo'p. Buni afzalliklari. Bu AgriGlobe O'zbekiston bo'yicha bitta, hech qayerdan topa olmaysizlar buni. AgriGlobe 180 bu O'zbekiston bo'yicha bitta. Xo'p, gulishturlari katta gulishturdan ovozi kamroq chiqarish uchun ovozini qisqa qiladi. Baland, mana uzun, boshqa joylarga nisbatan 25-40 sm bo'ladi buni. Xo'p, bu zavoddan kelgan materiallari yaxshi sifatli materiallar ishlatilgan bunda. Xalqimizda yana ham yaxshi bo'lish uchun yaxshi materiallardan ishlatilgan. Filtrlari mana bu ajoyib, oxirgi modellardan bo'ladi. Xo'p, bunda mana anaqalari, dachkalari qo'yilgan. Teparoq bo'lgan, boshqalarda pastroq bo'ladi. Bunda teparoq qo'yilgan. Xo'p, bu yoqda mana 1105 yozilgan zavodskoy. 1105. Motor sifati zo'r, a'lo darajada. Buni texnikani temirni tushungan odam bittada biladi. Balonlari ham sifatli. Xo'p, bularda mana bu orqa tormozlari alohida bossa ham bo'ladi mana. Mana alohida bossa ham bo'ladi. Buni afzalligi qisqa joylardan qarli olishga juda ham ma'qul. Bittada bossa ham bo'ladi mana. Bittada buna qilinadi. Bittada bosilsa ham bo'ladi, alohida ham bo'ladi. Bu ruchnoy tormozlari mana. Ruchnoy tormozlar qo'yilgan. Albatta mana. Bemalol ko'tarib qo'ysangiz tormoz ruchnoyga turaveradi. Mana. Boshqalarda yo'q, akalar bu. Xo'p, sifati bo'yicha bularda ikki korpusli pullik frezasi qo'shib beriladi. Bu sifat nomer 1 hisoblanadi. Xo'p, boshqa texnikalarga nisbatan sedinlar, ko'jalari yaxshi ko'jadan qo'yilgan. Sifatli. Shunday gaz u yoqda. Yana qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sifati bo'yicha nomer 1 100% garantiyalari bor. Bonusga zontiklar berilyapti. Mana bonusga mana shu zontiklarni beramiz. Bonusga. Xo'p, sifat bo'yicha har safar ko'rsataman, bu texnikamiz sifati a'lo darajada. Mana o'zim 100 kilo chiqaman, oddiy krillosi mana bemalol meni ko'taryapti. Qayta chiqyapman mana. Bemalol. Sifatiga a'lo darajada mana qiyshayib, bu yerga yopishib qolgan joyi yo'q mana. Bemalol ko'rasizlar. Sifat a'lo darajada. Yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Bular oldiga zatka o'rnatish mumkin.
Do'bala rotorni kasilka ham o'rnatsa bo'ladi bunga. Rotorni kasilkamizdan ham bor. Bu trendga chiqqan texnikamiz. 3 gektar, 5 gektar yeri borlar ham bundan olib bemalol yaxshi foydalanyapti. Arava taqilsa bo'ladi. Oldiga jatka taqsa bo'ladi 120 lik, rotorni kasilka qo'ysa ham bo'ladi. Hammasidan bor. Murojaat uchun nomerlarni yozib qo'yaman. Ham xo'p, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman filialimizda 90 lik 005 41 45. O'zimga chiqarasizlar 90 lik 370 02 80. Optim dona qilib beraveramiz akalar. Spejatkalarimiz ham bor. Boshqa texnikalarimiz ham bor. Mana katta traktorlarimiz ham bor. Qanaqa ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Elektron murabbiylarimiz ham bor. Mana kabinali, bez kabinali kvadrotsikllarimiz bor. Bu ham trendda. Qanaqa texnika kerak bo'lsa, mana mototsikllarimiz bor, 3 tonna. Orqada qo'sh balonlik, zapaska balonlari bilan bor mana. Nomerlarimizni qoldiramiz, murojaat qilaverasizlar. Bizda faqat sifatli narsalar bo'ladi. Mana narxlar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana kvadrotsikllarimiz kabinalik, pol kabinalik, kabinasi yo'g'idan mana. Samosvalli variantlar bular hammasi. Mana. Mavzunimizni tushuntirib o'tdim. Anaqa bo'lsa yana Telegramdan yozsangiz lokasiyani tashlab beramiz mana. Bizda faqat sifatli narsalar bo'ladi. Optim dona qilib beraveramiz. Kelishtirib chiroyli lahlar qilib beraveramiz. Qanaqa savolinglar bo'lsa bemalol. Yeroqqa oladigan apparatlar, traktorga zubr motobloklar, zubr traktorga tushadi bu. Pulklarimiz bor. Amerikanka pulklarimiz kelgan. 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha benzinlik, saralkalik. Zubr motobloklarimiz ham bor. Kimga qanaqa texnika, zapchastlar, Mori. Zapchastdan o'ylash shart emas. Hamma zapchastlarimiz bor. Mana. Boshqa texnikalarimiz ham bor. Har xilidan bemalol murojaat qilaverasizlar. Akalar, ukalar, joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Zapchastlar ham bemalol. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Zapchastlardan muammo yo'q. Har xil universal, zubr, har hammasiga qo'linggacha olib qo'yganmiz akalar. Balonlar, universal motobloklarga, shiroki balonlarimiz, stupitsalar bor, drabilkalar hammasidan bor. Remenlargacha daj olib qo'yganmiz. Nomerlarimizni yozib qo'yaman, bemalol olib chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Like, podpiska. Isdan chiqmasin akalar.